hamma narsamiz telefonga kirib ketdi-ya. Qarang, hozir deyarli hamma ishimiz mana shu telefondagi ilovalar orqali hal qilyapmiz. Lekin qiziq tomoni, shu ilovalarning ayrimlari na mashina ishlab chiqaradi, na restoran ochgan, na televizor yaratgan. Unda ular qanday qilib dunyodagi eng katta bizneslarga aylandi? Nega bugun kompaniyalar zavod emas, platforma qurmoqda? Aslida bu tasodif emas. Dunyo asta-sekin zavodlarga asoslangan iqtisodiyotdan raqamli biznesga o'tyapti. Internet, ilovalar, sun'iy intellekt va platformalar jahon iqtisodiyotini butunlay o'zgartirib yubordi. Salom, men Ziyodulla Hakimov. Bugun esa biz jahon iqtisodiyotida raqamli biznesda shakllanayotgan asosiy yo'nalishlarni ko'rib chiqamiz. Bir paytlar biznesning kuchi zavodlar soni bilan o'lchanar edi. Bugun esa hammasi o'zgardi. Endi eng katta bizneslar mahsulot emas, platforma yaratmoqda. Bugungi dunyoda eng kuchli kompaniyalar eng ko'p mahsulot ishlab chiqargani uchun emas, eng katta auditoriyani birlashtirgani uchun yutmoqda. Chunki platforma shunchaki ilova emas, u millionlab odamlarni, bizneslarni, xizmatlarni bitta raqamli ekotizimda birlashtiradigan kuchdir. Shu sababli bugungi kunda raqamli iqtisodiyot dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sohalardan biriga aylandi. 2025-yil holatiga ko'ra global raqamli iqtisodiyot hajmi 16 milliard dollardan oshdi va mutaxassislarning fikricha, yaqin yillarda bu o'sish yanada tezlashadi. Raqamli iqtisodiyot biznesga juda katta imkoniyatlar yaratdi. Bugun hatto kichik kompaniyalar bilan ham internet orqali butun dunyoga chiqish mumkin. Lekin bu o'zgarishlarning boshqa tomoni ham bor. Sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va robotlashtirish sabab ayrim oddiy kasblarga ehtiyoj kamaymoqda. Demak, kelajakda faqat texnologiyalardan foydalanganlar emas, unga moslasha olganlar yutadi. Xo'sh, raqamli iqtisodiyot shu tezlikda rivojlanishda davom etsa, kelajakda qanday yangi kasblar paydo bo'lishi mumkin? Bugunning o'zidayoq ilgari umuman mavjud bo'lmagan yangi kasblar shakllanmoqda. Assalomu alaykum, menga yordam kerak. Assalomu alaykum, hujjatlaringizni ko'rib chiqdim. Bu holatda siz shartnomani bekor qilish huquqiga egasiz. Rahmat, bu juda yordam berdi. Sizga yordam bera olganimdan xursandman. ular hamkorlik shartlarini tasdiqlashga tayyor ekanligini aytmoqda. We are ready to confirm the terms of cooperation. Men bu tarjimaning to'g'riligini tekshiryapman. AI tizimida kichik nosozlik aniqlandi. Hozir algoritmni qayta sozlayman. Tizim tiklandi, monitoringni davom ettiraman. Gologrammaning harakati hali tabiiy emas. Hozir tasvir aniqligini yaxshilayapman. Yo'q, inson xafa emas. Sen uning ovozidagi g'azal ohangini noto'g'ri tushunding. Qaytadan analiz qil. Inson kayfiyatini mimika va ovoz bilan birgalikda o'rgan. Virtual obrazni yuz ifodalarini yangilayapman. U yanada tabiiy ko'rinishi kerak. Ularning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlashga urinishyapti. Hozir barcha akkauntlarni himoyalangan tizimga o'tkazyapman. Xavf bloklandi. Bu joy odamlar uchun juda sun'iy ko'rinib qolyapti. Hozir tabiat va yorug'lik hissini yanada tabiiyroq qilyapman. Demak, bugungi dunyoda kasb tanlash shunchaki ish topish emas, balki kelajakda raqamli iqtisodiyotda o'zining o'rnini topishdir. Bugun biz ko'rib chiqayotgan kasblar ertangi kunning eng talabgor va eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlardan hisoblanadi. Texnologiyalar o'zgaradi, platformalar yangilanadi, lekin bir narsa o'zgarmaydi. Raqamli fikrlay oladigan insonlar doimo qadrlanadi. Shunday ekan, raqamli biznes va marketingni o'rganish bu oddiy trend emas, bu kelajak uchun investitsiyadir. Endi esa nazariyadan amaliyotga o'tamiz. Amaliyotchi bilan birgalikda haqiqiy korxonalar, zamonaviy ofislar va real biznes jarayonlari orqali jahonda raqamli biznes qanday shakllanayotganini amaliy misollar asosida ko'rib chiqamiz.
Jahon iqtisodiyotida raqamli biznesni shakllantirishda asosiy yo'nalishlardan biri bu ishlab chiqarishni sun'iy intellekt, robototexnika va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan birlashtirishdir. Bugungi kunda bunga eng yorqin misollardan biri sifatida Tesla Gigafactory zavodlarini ko'rsatish mumkin. Bu zavodlarda minglab robotlar bir vaqtda o'zida ishlaydi, mahsulotlar esa deyarli to'liq raqamli tizim orqali boshqariladi. Eng qiziq tomoni shundaki, bu yerda inson va robot bir jamoa sifatida ishlaydi. Oddiy bir suv uzatish jarayonidan tortib murakkab ishlab chiqarishgacha hammasi sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali muvaffaqiylashtiriladi. Kelajak biznesi aynan mana shu yo'nalishlarda rivojlanmoqda. Endi esa platformalar yaratishda yana bir yetakchi kompaniya Meta bilan davom etamiz. Bugungi kunda dunyoning eng yirik kompaniyalari oddiy mahsulot emas, balki millionlab insonlarni birlashtiradigan raqamli platforma yaratmoqda. Bu fikrimizga eng kuchli amaliy misollardan biri aynan Meta kompaniyasidir. Facebook, Instagram va WhatsApp orqali onlayn Meta bugungi raqamli kommunikatsiya dunyosining markaziga aylangan. Albatta, bugungi darsda barcha platformalarni to'liq o'rganishga vaqt yetmaydi. Lekin va'da beraman, keyingi darslarda ularning ofislari, texnologiyalari va real biznes jarayonlarini amaliy misollar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Amaliy misollar uchun rahmat Murodjon. Endi esa bugungi jahon iqtisodiyotida raqamli biznesni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari mavzuyimizga xulosa qilamiz. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda raqamli biznes jahon iqtisodiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Sun'iy intellekt, raqamli platformalar va zamonaviy texnologiyalar nafaqat biznes jarayonlarini o'zgartirmoqda. Kelajakda esa bu jarayonlar yanada tezlashib, yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda yangi kasb va texnologiyalarni ham shakllantirib boradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.